Sho'pin-sho'pin-shotir. Qurbaqa ketib-shotir. O'ziginangda yigir murdashov uyda non yo'qligidan butilkalarni sotib, ekstra non olib o'tiribmiz. Bu kishi bo'lsa yana ko'chada ichib yuribdi. Rahma, men senlarni och qolmasdan ichib yuribman. Men bo'shatgan butilkalarni sotib non oldingmi? Ko'rding, men ichmasam senlar och qolishasan. Shu aroq ichguncha zahar ichsangiz bo'lmasmidi? Tushunmadim. Nima deding-a? Aya, karate chegiranga pul berasizmi? Agar bu oy 150 ming olib kelsang, kelib o'tirma deyishdi. 150 ming qayoqda bolam? Pul bo'lsa borarsan. Aroqni 50 mingligidanmi yoki 150 mingligidan beraymi? 150 mingligidan berib, bitta maza qilaylik. Qo'shni qachon qilsa bolalaringizga kartoshka bilan piyoz yedirasizmi? Bir oyda bir go'sht po'shani yedirib turing. Ana ko'chani boshida 85 mingdan zo'r go'sht sotayotgan ekan. Aka, mana shashlik sizdan yana 85 ming so'm. Bo'ldi, kecham, mana yo'q. Iltimos, svetimizni o'chirmang. Bolalarim kechasi dars qila olmay qoladi. Qarzlaring ko'payib ketgan, o'chirmasak bo'lmaydi, kelin. Akajon, yana bitta zo'ridan. Puling yetadimi o'zi? Jo'rajon, o'ylanma, pulni senga ishlatmasam, kimga ishlataman? Dadajon, oyog'im soqashib ketdi. Magazinda jinli paypoq ko'rdim. Narxi 25 mingniki. Bittagina olib bering. Aka, 25 ming qaytimiz qolib ketdi. Uka, senga podarka. Meni kechir qizim. Shu aroq ichguncha zahar ichsangiz bo'lmasmidi? Rostdan ham zahar ichsam bo'lar ekan.